Do'stlar, sizlar bilan Black va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga Minecraftdan qanday qilib skin olishni o'rgataman. Bundan oldin mening YouTube kanalimga obuna bo'ling va like bosing. Keyin qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Shunda haqiqiy obuna bo'lganingizni bildiradi. Va endi men boshladim. Birinchi bo'lib Play Marketga kirib olamiz. Keyin nima World of Skins deb yozasizlar. Mana shu birinchisidagini nima qilib olasizlar. Men buni ochganman. Keyin kirib olamiz. Bu juda ham ishlaydi. Bu ishlaydigan narsa. Mana juda ko'p. Hozir men sizlarga olishni ham ko'rsataman. Mana bu men yo'qmadi. Reklama ham bo'lib turadi bularda. Endi men sizlarga olishni ko'rsataman. Birinchi download tugmasini bosasizlar. Keyin to Minecraft deganni bosasizlar. Mana shu birinchisidagi. Mana shu birinchisidagini bosasizlar. Endi bosasizlar. Bosganlaringizdan keyin reklama bo'ladi, kutasizlar. 4 yil oldin esa ko'rinishim shunaqa edi va mana Minecraftga kirasizlar. Mana do'stlar. Minecraftga kiradi. Ochilishini kutamiz. Yana bir marta aytaman. Videoga like bosing va obuna bo'ling. Mana do'stlar ochildi. Endi kirib olamiz. Yangi skinga kirib olamiz. Do'stlar. Mana bundan ko'p narsalar olsangizlar bo'ladi. Bunga kirasizlar. Uchinchisi. Mana do'stlar. Biznes skinimiz. Mana do'stlar, biznes skinimiz. Keyin esa mana buni bosasizlar. Mana bosdik. Mana do'stlar, biznes skinimiz olindi. Ana ko'rsataman. Mana do'stlar. Bizning skinimiz olindi. Mana do'stlar. Tezroq videoga like bosing va obuna bo'ling. Hammaga xayr do'stlar.